Fasadniy klinkerning o'chog'i ushul jar ekan-da. Kargo xizmatin haqsiz jariyaladi. Eng vishi sort siryodan tayyorlanadi. Noldan. Noldan 100% gacha o'rgatamiz. Hammasini bizda qoliplari mavjud. Noq 4 d qilibsiz-a buni. Shunday. Kirpich duoldan beri chiqib turganda bo'ladi ekan. Buni yengil qo'y. 4 d ning qali ushul ekan. 50 xil rang chiqarsa bo'ladi bir qolipni olganingizdan keyin. Noldan shu yerda o'zimiz yasaymiz-da hammasini mana. Obetimiz besplatniy. Klinker laglangan. Oxirgi uchurda Qirg'izistonda klinker chiqaruv biznesi o'ta aktualdi bo'lib qara жатат. Klinker chiqaruga eng birinchi кезекте dal shunday qalıplar kerak, bilasizlar-a? Dal ушул qalıp менен klinker quyulib chiqariladi. Bunday qalıpты alуу үчүн sizler O'zbekistonga, Andijonga болгондо дагы 50 га жакын fasad klinkerin chiqargan o'ta cho'ng showroomu var. Gold Euro Fasad kompaniyasына кайрылсаңыздар болот. Бул компания 50 га жакын klinkerдин түрүн чыгарат экен, бүт калыптарындагы өздөрү куят экен. Эң сапаттуу калыптар мына ушул Gold Euro Fasad компаниясында. Бул компаниянын өндүрүшү, бул шоуруму Андижан шаарындагы Жахан базардын жанында, чоң жолдун боюнда жайгашкан. Келүүгө өтө оңой. Эгерде калып алганы, клинкер чыгарганды үйрөнгөнү бул жерге келе турган болсоңуздар, жатакана шарттарындагы уюштуруп коюптур. Ушул эле жерде жашап, бул жерде жумушчулар менен клинкерди кошо куюп, рецепттерин үйрөнүп, анан аягында мына ушул калыптан кайсы формадан канча квадрат, канча даана керек болсо, биротоло 3 күндөн 15 күнгө чейин үйрөнүп туруп алып кетсеңиз болот. Бул компания ыйык Рамазандын, Орозонун урматына бул калыптарды чыгарып, Кыргызстанга жеткирип берүү карго кызматын акысыз жарыялады. Акысыз Кыргызстанга жеткирип берет. Каргого төлөбөйсүздөр, Кыргызстанга барышы бекер. Азыр ушул шоурумда турабыз. Бул шоурумда өтө көп түрү бар экен. Бул жакта мына Ассаламу алейкум. Сайит мырза, Саитжан мырза, биз телефон аркылуу ушул жигит менен байланыштык эле. Азыр мына туз насип кылып, Аллах буйруп, убакыт болуп келип калдык. Эң биринчи ушул калыптардан баштайлы. Шундай. Туура? Болот, ха. Мына шоурумда бул жакта көрүп турасыздар, текчеде тизилип турат. Түрү көп экен. Шундай. Булардын сапаттуусуз да бар эң сапаттуусун сунуштайт экен, анан сапатсызы дагы бар. Сапатсызы менен сапаттуусун айырмалап алгыла деп мына Сайтжан айтып атат. Көрсөтүп беребиз. Мына бу бизи азыр күндө $195 сотулайоткан формамыз, бу $120 сотулайоткан форма. Bu ikkosi ham ishlatilmagan holatda shunday turibdi. Nima farqi bor deb savol bersangiz, bu eng vishi sort siryodan tayyorlanadi. Bu ikkinchi sort siryodan tayyorlanadigan qolip. Bularda 1 kvadratini $120 beramiz. Bularda $195 dan. Shunday. Buni $120 1 kvadratini berasiz. Xuddi shunday. Biroq garantiya berasizmi? Bunga garantiya bera olmaymiz. Garantiya bera olmaysiz. Yo'q, shunday. Ikkinchi sort siryodan foydalaniladi bunda. Эгер экинчи сорт сырьёдон даярдалса, $120 сизден алсак, гарантия бере албасаңыз, бул эмне болушу мүмкүн? Bu sushilkaga kirganda fasadniy plitkani tayyorlash jarayonida xona sushilka 70 gradus issiqga chiqadi. Shunda o'zini formasini yo'qotishi mumkin va bu rezina yirtilish ehtimoli bor. Tarkibida kauchuk oz bunda. Bu chekasida kengayib ketishi mumkin ekan-da. Shunday. Ana jirtilishi mumkin. O'shoning uchun bu sapatsiz. Ana garantiya bera olmaymiz. Bera olmaymiz. Lekin bunga 5 yil inshaalloh garantiya beramiz. 10 yil bo'lib ishlatayotgan qoliplarimiz ham bor hozirgi kunda biz. Buga bir narsa ko'proq qo'shiladi. Shunday, kauchuk ko'p bo'ladi buning tarkibida. Tarkibi degan nima? Bu sostavi deganda. Shunday. Endi tuganlarim, men O'zbekistonga kelib ko'rsatib atam. Saitjan o'zining o'zbek tilida so'ylab atadi. Men o'zimning Qirg'iz tilimde söylüyor atam. Biroq biz birbirimizni tushunib atamiz. Qirg'iz o'zbek bir tuğan, bir el. Dinimizde, dilimizde, bazarımızda, mazarımızdagi büt жашообуз bir. Oşon үчүн biz birbirimizni tushunөбүz. Tushunбөсөңүздөр men айтып берем. Shunday. Demek bu sapattuusu. Shunday.
Buni qanchadan berib o'tasiz hozir? Buni 195 dollardan ob'yomga qarab sunnatga muvofiq narxidan tushib beramiz. Ob'yomiga qarab turib. Masalan 195 dollar. 195 dollar 1 kvadratini narxi. Siz ob'yomingiz может 30 kvadrat, 40 kvadrat, 50 kvadrat, 100 kvadrat bo'lsa, ob'yomga qarab turib sunnatga muvofiq narxidan tushib beramiz undan ham. 195 dollardan da tushib berasiz. Tushib beramiz va hozirgi siz aytib o'tgandek Ramazon oyida kargoyimiz Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonga inshaalloh besplatniy. Zo'r ekan-da. Mana qarangizlar. Demak, mana O'zbekistondan bu yigitlarchi tug'anda. O'lkalardan bayrog'i turadi. Demak, siz Qirg'izistonga kargo bekor yetkazasiz. Shunday. Ro'zaning ichida. Ro'zaning ichida zakaz, ro'zaning ichida zakaz berishsa bo'ldi. Masalan, ro'zadan keyin bo'lib ketib qolishi ham mumkin. Bizga ro'zaning ichida zaklab bersa bo'ldi. Biz yetkazib beramiz inshaalloh. Tojikistonga da bekor yetkazasiz. Qozog'istonga da qilib. Qozog'istonga da. Shunday. Zo'r. Va buni 0 dan 100% gacha fasadniy plitkalarda ishlab chiqarishlikda o'rgatib qo'yamiz. Bu yerda yotoq sharoitlarimiz bor. Siz aytib o'tgandek, barchamiz mana bu yerda siz aytib o'tgandek O'rta Osiyodagi eng katta showroom. Shu yerda o'zida 235 turga yaqin fasadniy plitkani qo'yib qo'yganmiz. Va bularni mana hammasini inshaalloh ishlab chiqarishlikda 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. Bo'yoqni qancha gram qo'shish kerak, qanday quyish kerak, bularni o'rgatasiz. Hammasini inshaalloh besplatniy o'rgatamiz. Только qalb olsa bo'ldi. Qalb olsa inshaalloh o'rgatamiz. Bizga filial olib, bizni brendimiz tanitsa o'zini shahrida. Bizga shu kerak. Inshaalloh. Qirg'izistonda bugachayin klinker, hozir klinker chiqarayotganlar sizlarga kelib yurandi, qanchadan yurib ketdi? Xo'p, Qirg'izistonda juda ham ko'p akalar keldi bizda. Hozirgi kunda Qirg'izistonda 5-6 joyda bizning filiallarimiz mavjud. Qaraqqo'lda, Bishkekda, Jallobodda, O'shda, Batkenda o'zimiz akalar mana shunday plitkalarni chiqarishyapti va 42 tur emas, ularning mo'j 5 turi, 6 turi bor shunday. Kim cho'ngaytirib ochmoqchi bo'lsa, bizning eshiklarimiz doim ochiq. Kelib o'rganib ketsa bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r ekan. Turlarini ko'rsatingchi, bizda uylanib olib Qirg'izistonga borib chiqaraylik. Inshaalloh, bo'ldi mana. Bu yerda облицовочный kirpich mahsulotimiz двухцветный svetda turibdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu облицовочный-da? Облицовочный kirpich. Bu plitkalarni biz xohlagan svetida quyib beramiz. Insonni xohishiga qarab turib, sizga qaysi rang kerak bo'lsa, o'sha rangni ham chiqarib berishlik faqat Gold Euro fasadda. Qancha tusi bo'ladi? Tusning qancha turi bor? 50 dan oshiq, 50 dan oshiq. 50 dan oshiq. Oblisovkani o'zida mana hozir shu yerda o'zi 3 xil turibdi. Buni har xil qilib quysa bo'ladi. Bularni hammasini o'rgatamiz. Bu yerda kanyon sokol, chaqmoq deb nomlangan toshimiz. Chaqmoq. Bu yerda plitkalar hammasi pardozsiz turibdi. Buni pardozi lak hisoblanadi. Ko'rinishligini chiroyli qilib turadigan narsa buni lak hisoblanadi. Jaltiraydi, chiroyli ko'rinish beradi. Yaxshi. Bu yerda bor ekan, ha? Skolti variantimiz, kombirovenniy variantimiz, 3D modellarimiz. 3D. Shunday. Buni. Bularimiz lazerniy variant travertin toshdan tashkil topgan. Sostavida o'sha sizlarda chiqadi travertin tosh. O'sha travertin toshni saxar и muka razmeri bo'ladi, o'shandan tashkil topgan. Shunday. Bularning retseptini hammasini berib o'rgatamiz. O'rgatasiz. Bu-chi? Bu klinker. Biz o'zimiz nemetskiy klinker deb qo'yganmiz. Laklangandan keyin bularni sokol qilgan, ha? Shunday, travertinoviy sokol bularimiz. Travertinoviy sokol. Tak, dalshi. Buni bu 3D ekan. 3D kanyon sokolning variantimiz. Har xil svetda mana. Kanyonda o'zini shu yerda 5-6 turi mavjud. Bu klinkerda yana bir turi, mana облицовочныйda yana bir turi. Bu yerda lazerniy variantimiz. Buni kombinirованный. Shunday, xuddi o'shanday. Eko cho'g' keltir. Bunda lazer turmaydi, boshqa svet. Shunday, lazer mramorniy oranjeviy svetda qo'yib berganmiz. Xohishiga qarab, klient xohishiga qarab qo'yib qo'yganmiz bu yerda. Bu yerdagi plitkalarning hammasini odamlar zakaz bergan, o'shalarni ortganini bu yerga ilib, shunday qilib qo'yganmiz. Buni olda bor ekan, bunda qolibi bo'ladi. Rusik, buni ham qolibi bor. Hammasini shu yerda ko'rgan hammasini mana bir chekkadan ko'rsatamiz. Hammasini bizda qoliplari mavjud. Buni kombinirованный ekan. Neki bunda tegiz kirpich, yana budur kirpich. Eko bunda aralatib tizganda o'ta yaxshi chiqadi ekanda. Shunday. Mana bu yerda Regal modellarimiz. Fasadniy plitka sohasida bunday bo'lmagan, faqat Gold Euro fasadda. Biri chiqib turadi, biri kirib turadi. Buni qator kirib turadi ekan, bu qator chiqib turadi ekan, ha? Xuddi o'shanday.
Rigil deb ataladi bu. Shunday, xuddi shunday. Hozir Qirg'izistonda eng ommalashgan fasadniy plitkalar mana bu tarafda, Ataqul aka. Bular hammasi o'sha Qirg'izistonda bor plitalar. Qirg'izistonda bor plitalar. Misol bunaqa bor-da, borlig'ilar bor. Shular bor. Bunalda bor, misol. Shular hammasi bor. Mana paltarashka modelimiz. Mana paltarashka bor ekan, ha? Shunday. Biri bütün kirpich, biri yarım kirpich. Bütün kirpich, yarım kirpich. Shaxmatni aralash. Aha. Ustundagi da o'shanday. Xuddi o'shanday. Bunalda bor Qirg'izistonda. Shuda bor. Birinchi ko'rsatganlarimiz o'shalar hammasi Qirg'izistonda yo'q. Shularni qo'yib, ishda boshlasa bo'lishadi, xudo xolasa. Bunal sokolda yaxshikan, ha? Shunday, Faska sokol mahsulotlarimiz bular. Faska sokol. Tak, dalshi. Dag'imli жаңылыктарыңыз бар. Misol, bu yil 2025 ga qanday bir жаңы formalarni o'ylab chiqardingizmi? Buni lazer ekan bordi-ku. Bularimiz lazer travertinoviy holatda 3 xil svetda qo'yilgan. Sizlarga yangilik 4D modelini chiqardik. 4D? 4D modeli chiqdi mana bu yerda. Ko'rsangiz 3D dan farqi bu yerda o'zini soyasi, bunga quyosh tushganda soya beriladi va bu siz o'tib ketayotganingizda ko'zingizga boshqacha ko'rinadi, tovlanadi bu. Bu 4D model. Buni oljalar o'sha grandlari chiqib boshqacha qo'yibdi-ku. Noq 4D qilibsiz ha buni. Shunday. 1 2 3 4. Shunday 4D model. Kirpich duvaldan beri chiqib turganda bo'ladi ekan-da, duvallar. O'sib chiqib turganda bo'ladi ekan. Bu жаңылык ekan duvallar. Shuningdagi qolibini qolibi bor. O'sha siz qo'lingizga ushlagan qolib 4D ni qolib. O'shaning qolibi. Shunday. 4D butun dunyo bo'yicha faqat Gold Euro fasadda. Turkisizlar. Bitta bizda. Biz o'zimiz noldan jasaymiz buni, formasini, hammasini. Va klassik modelimiz bu yil yangilik. Buni oldi boshqacha qo'y, ha? Shunday. Bu klassik modelmi? Klassik model. Bu da yaxshi ekan. Bularimizni ham hammasini qoliplari bor va bu yil uchun sensatsiya 2025-yilga. Fasadniy plitkada muammo bor, qanday mijozlar, klientlar aytadi, fasadniy plitka og'ir deydi. Va biz bunga mana yechimni qildik, Ataqul aka. Ne qildingiz? Biz buni sostavini yangiladik va fasadniy plitkani yengillashtirdik. Oldingi vazni mana. Oldin mana shunday bo'lgan mana. 2 kilogram 927. Shunday. Buni 3 kilogram. Shunday. Buni 12 tasi 1 kvadrat. 12 donasi 1 kvadrat. Shunday. Va mana hozirgi Gold Euro fasadda sostavida chiqayotgan plitka. Bu 2 kilogram 153 chiqadi. Xuddi shunday. O'shanda qancha bir 7-8 kilogram birosidan bu 1 kvadratdan 10 kilogramgacha biz vaznini olib tashadik. Buni yengil qo'y. Shunday. Ko'tarishga ham yengil degan. Ne bu? Beton meni bo'ladi-ku, beton quyiladi-ku. Shunday. Endi bularning retseptini kelishda o'rgatamiz inshaalloh. Hozir sekretmi? Sekret, paka sekret inshaalloh. Buni shag'alli turadi-ku. Beton. Daha bir narsa qo'shgan o'xshaysiz, ha? Shunday. Biroq sifati yaxshi bo'ladimi? Sifati bundan da yaxshi bo'ladi. Narxi dag'i bir xil bo'ladi, sotilishi dag'i bir xil, hamma yo'g'i bir xil. Faqat vazni yengil xohlaganlar uchun yengil qilib chiqarib beramiz. Endi yengil bo'lsa, jana ko'p qavatli uylar bor-ku, 10-12 etaj domdor. O'sha domdorning sirtida dag'i mana bo'ladi ekanda, demak. Shunday, bemalol qotirsa bo'ladi. Bemalol. Buni xohlagan turiga qo'yib beramiz biz o'zimizda. Va buni o'rgatib qo'yamiz. Son. Mana showroomdan sizlar ko'rib oldingizlar, ha? Turi o'ta ko'p ekan. Shu yerga kelib yurib ketsangizlar bo'ladi ekanda. Hozir ham o'sha mana qalblarni quyayotgan sex bor ekan, stanok turida quyat ekan. Qanday quyat? Aljirdendagi dalil qatori sizlarga ko'rsatib qo'yadi. Dal o'sha qalbni o'sha yerda quyat ekanda. Shunday, o'zimiz yasaymiz noldan. Yuringlar. O'shani bor ko'rib olaylik. Undan keyin jinx qilaymiz. Biz ekranga Gold Euro fasaddan telefon nomerini yozib qo'ydik. WhatsApp ishlaydi. Shunday, WhatsApp ishlaydi, barisi ishlaydi. WhatsApp, Telegram bor ekan to'g'anlar. Bu yer ham showroom. Buna cho'ng yo'ldan kirganlar, bu yoqda da öndürüş, ushul qorovning ichi bütele shu Gold Euro fasaddan öndürüş ekanda. Shunday. Tak, kargo Qirg'izistonga jetishi tez ele bo'ladimi bunani jetishi? Hozirgi kunda 3 kundan 1 haftagacha yetib boryapti. Bishkekgacha. Bishkekgacha. O'shda o'ziga bo'ladigan bo'lsa 2-3 kun ketyapti. O'sha Bishkekgacha yetkirib berishi bekor bo'ladimi? Bekor bo'ladi. Bekor bo'ladi. Shunday. Qirg'izistonning любой точкasi Ataqul aka. Yetkirib beraverasiz. Shunday. Bu yerda mana bu zakaz be? Zakaz, bular hammasi daim bo'ladi. Qo'shib qo'yibsiz-ku? Shunday. Upakovka bo'ldi, uje chiqib ketadi bugun kechga. Bu qayerga? Qirg'izistonga, Qozog'istonga? Bu Tojikistonga. Tojikistonga ketadi. Tojikiston ketyapti. Yaxshi. Janag'i biz ko'rsatgan 4D ning qali ushul ekan-da. Shul. 4D ning qali ushul ekan. Issiq chiqarib turib bugun. Mana bu yerda bizning stanoklar
har qanday ob'yomni biz tez fursatda qoplab beramiz. Bundan hozirgina chiqib tur. Hozir issiq buni. Mana bular mana hozir chiqqanlar mana. Issiq. Mana aka. Hammasi. Ushul qalblar tug'anda sapattusi shu yerdan chiqadi ekanda. Inshaalloh mana. Tak, yaxshi ko'k edi. Bu Siryo buni. Bularimiz Siryo. Siryoni qayerdan olib kelasizlar? Biz o'zimiz O'zbekistonda biz o'zimiz retseptimiz bo'yicha chiqadi bu. Faqatgina Gold Euro Fasadga boshqacha retsept chiqadi bu. Yaxshi retseptda? Yaxshi retseptda. Bizning shefimiz shunday tayinlagan o'sha zavodga, katta zavodga. Bu yerda hozir qolib pishyapti. G'deta buning ichida bor ekan-da. Shunday, g'deta bir 5 minutda tayyor bo'ladi hozir. 5 minutda tayyor bo'ladi. Shunday. O'zi 25 minutda pishadi, bitta qolib 25 minutda pishadi. Bu g'deta bir 20 minut bo'lib qoldi hozir. Bunday temir qalblar matrisalar, shunday matrisalarda hozirgi kunda Gold Euro Fasadda 42 turi mavjud bu matrisalarda. 42 turi. U degani har bir turdan 50 xil rang chiqarsa bo'ladi bir qolipni olganingizdan keyin. Ablisovkadan 1 kvadrat qolip oldingiz, siz 50 xil rang chiqarsangiz bo'ladi. Ablisovkani o'zidan. Shunday. Bularni hammasini o'rgatib qo'yamiz. Bu yoqdachi? Bu yoqda mana ishlar ketyapti. Assalomu alaykum. Ha, buni ushunda pishiradi ekanda, xamirni pishirganday qilib, ha? O'zini holatiga keltirib olib, noldan shu yerda o'zimiz yasaymizda hammasini mana ko'rganingizdek. Mana narsaqa pechkaga solib qo'yadi. Pechkaga solib qo'yadi. Buni stanoklarda bor ekanda? Shunday. Hozirgi kunda har qanday qolipda ob'yomini ham tez fursatda yetkazib beramiz. Kunlik chiqarishimiz 40 kvadratga yaqinlashyapti hozir. Bir kunda 40 kvadratga yaqin qolip chiqaramiz. Bir kunda 40 kvadrat qolib chiqarasiz. Shunday. Maksimalni ishlatsak, bor kuchimizni ishlasak. Tigi fasadni plitkani 350 kvadrat chiqaramiz kunlik. Oho. Shunday. Dadil. Ya o'sha qolib ola turgan bo'lsangizlar, qayrilsangizlar bo'ladi ekan. Telefon nomerini yozib qo'ydi, o'sha nomerga chalasizlar. Ana bu yoqda yo'l bo'yindagi ilib qo'ygan jonli reklama. Klinkerlar bor ekan. Ana bu yoqda buna yotoqxona shartlari bor dedingiz, ha? Gostinniy xonalarimiz 3 ta bor. Har qancha odam bo'lsa bemalol kelsa bo'ladi. Переживать qilmasa bo'ladi. Biz obedimiz besplatniy. Mana roza kunida kelsa, iftorlik, saharlik besplatniy, muammo yo'q. Biz o'zimiz nima yesak birga yeymiz, gaplashib o'tirib, shunday qilamiz. Yaxshi ekan. Shunday. Ya azomat. Nima? Saychan, yaxshi bola ekansiz, ko'styapsiz, beshta. Alloh razı olsun. Maşallah. Mana bu yerda klinker laglangan. Sizga aytib o'tganimdek, plitkani pardozi lak. Laktab qo'ysangiz. Laklangandan keyin mana shu holat keladi. Buni endi xohlasangiz karchirlab yursangiz ham chiqmaydi buning rangi. Boshqasi turaveradi. Shunday. Mana har xil. Tak. Bu Jahon bozoriga yaqin yerdagi cho'ng ko'cha ekan to'g'onlar. Mana bu yoqdagi 400 metrdan keyin bozor keladi bu tarafda. Mana turlari ko'rdingizlar? Bütün o'sha hozirgi showroomda ko'rsatgan klinkerlarni yo'l yoqadagi bunda ko'zga ko'rinib turgan qilib bu yoqqa to'qib tizib Euro, Gold Euro Fasad deb yozib ta qo'yib tur. Bu tarafda yangiliklarimiz. Bular ko'cha showroom ekanda. Xuddi shunday. O'tgan odamlarga informatsiya. 4D modelimiz. Bu reykaga to'qiladi bilasizlar, ha? Shunday reyka to'qiladi. Ha, buna 4D bu. Bu 4D, ha. Bu yonidagi 3D, 3D oldidagi. Ha, buna 3D. Originali. Bu 3D, bu 4D to'g'ana. Farqini ko'rsa bo'ladi. Qanday ko'rinayotgan? Mana. Yaxshi. Kommentariyaga yozingizlar. Zo'r. Bu yerda mana kameravinni. Keng 5 tashdan. Yaxshi. Turgo ekan. Shunday. Anda to'g'anlar jiyintiqdaysiz. Videoga so'z turida like bosib, kommentariy yozib, mana fikr qoldirib, tug'an urug', do'st, yo'ldosh ish boshlayman deganlarga sunushlab qo'yingizlar. Andijondan sizlarga xizmat qildik. Gold Euro Fasaddan Ataqul Jalilov. Biz doim sizlar bilan birgamiz inshaalloh. Xizmatingizni qilib turamiz. Anan Saidjanlar bilan doim baylanishda bo'lib tursak, dag'i yangiliklar bo'lsa, o'tirib kelib tatib ko'rsatib turamiz. Xudo xolasa. Baylanishda bo'lib turaylik, ha? Inshaalloh bemalol murojaat qila olasizlar. Fasadni plitkani negizi Gold Euro Fasad kela olasizlar. Inshaalloh. Kutamiz barchalarni. Fasadni klinkerdan o'chog'i ushul yer ekanda. O'chog'i. Qirg'izistonda ko'p janobi klinkerchilardan ushul yerdan o'qib uylanib, ana bor Qirg'izistonda chiqaryapti. Hozir qarang, Tojikistonda biz ishxonamizdan katta bo'lib ketgan shogirdimiz ham bor. Kunlik 400 kvadrat chiqaryapti.
bemalol chiqarishsa bo'ladi. O'rgatamiz hammasini. Zot. Kelinglar. Besh tashdan. Rahmat. Ko'rishguncha omon turamiz. Ko'rishguncha. Rahmat.